Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli va qadrli bo'lgan aziz mehmon mezbonlar, qadrli va qimmatli bo'lgan kular yuzli aziz onajon bojonlar hamda shirindan shakar bo'lgan aziz bolajonlar, barchangizni mana shunday muhtasham koshonida, ya'ni Oltin saroy tantanalar saroyida ko'rib turganligimizdan bog'ay xursandmiz. Albatta barchamiz bugun qayerga nima maqsadga kelganligimizni juda ham yaxshi bilamiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bugun Saxovat loyihasining ichki loyihasi sanalmish, ya'ni 33 jannat guli loyihasida yig'ilib turgan ekanmiz. Mana shunday ko'rkam dasturxonlar atrofida hamisha yig'ilishimiz davom etaversin va xonadonimizdan mana shunday go'zal ko'rkam dasturxonlar keti aslo uzilmasin deb qilamiz. Hurmatli va qadrli bo'lgan shirindan shakar bolajonlarimiz kelganidan xursandmilar? Bolajonlar xursandmisizlar? Xursandmisizlar bolajonlar? Bolajonlarimizni qarsaga eshittirmayapti. Bolajonlar qani qarsaginglar? Balandroq! Umringlar uzoq bo'lsin. Hurmatli va qadrli bo'lgan aziz bolajon onajonlarimizga xush kelibsiz aziz mehmonlarimiz. Qadamingizga ming hasanotlar bo'lsin deb qolamiz. Ana endi barcha shirindan shakar bo'lgan bolajonlarimizni eng suyukli va qadrli insoniga aylanib ulgurgan, sevimli bojolarimiz uchun katta o'g'ildek bo'lib qolgan, barchamiz uchun hurmatli va qadrli hamda e'zozli bo'lgan aziz insonimiz kelayotgan yo'llariga go'zal so'zlarimizdan poyandoz aylagan holda bir necha yillardan buyon ushbu loyihani hamisha davomiyligini davom ettirib kelayotgan hurmatli va qadrli insonimiz Bahodirjon Ashurov hoji janoblarni davramizga gulduros qarsagiylar ila taklif etsak, marhamat aysizlar. Saxovat loyihasining asoschisi Bahodirjon Ashurovga. Qarsagiylar eshitmayapti. Bormi qarsagiylar? Davomiylik qarsaklar. Albatta cheksiz mamnuniyat hamda chuqur hurmat bilan kelgan mehmonlarga chiroyli tavoze ko'rsatayotgan hurmatli Bahodirjon hoji janoblari, albatta barcha kelgan mehmon mezbonlarga bo'lgan mehr muhabbati qalban cheksiz inson desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, hurmatli azizlar, qarshi oling, badiiy sahnamizda Saxovat loyihasining asoschisi Bahodirjon Ashurov. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihi anbiya'il mursalin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Hurmatli ahli jannat bo'lgan yer yuzida, Allohning yerida jannat sifat farishtalar, jannatdagi farishtalardek yurgan, avvalo doim bularga alohida e'tirof qilaman. Muruvvat uyidan kelgan hur jannat opalarim xush kelibsizlar. Avvalo qadamlaringizga hasanotlar yog'ilsin inshaalloh. Undan tashqari mana Andijondan, Asakadan, Baxtoboddan, Xonoboddan, Qur'ontepadan bugungi tadbirimizning asosiy geroylari, qahramonlari bo'lib kelgan bolajonlarimiz bor. Bu safar nomi 33 jannat guli. Lekin bolalarimiz 45 ta, salkam 50 ga yaqin bolamiz kelgan. Nomini o'zgartirmay qo'yardik. Ana shu nom shunday qolsin. Nima uchun 33 jannat guli desanglar, erkaklar bu yerda asosan tadbir tashkilotchilari, Gulyo'pam Alloh rozi bo'lsin, ayollardan, lekin asosan erkaklar bo'ladi. 33 ta tasbehni sanog'i ham bor. Undan tashqari jannatda 33 yoshda bo'lishligimizni inobatga olib 33 jannat guli deganmiz. Bu bugungi tadbirga qatnashga kelgan bolajonlar, ularning qarindosh urug'lari va bizni hojonalarimiz, hojakalarimiz hammalariga xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanot, boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamizlar uchun boringlarga shukr. Inshaalloh bugun mana tadbirimizni 6 oylik muddatdan keyin boshladik. 6 oylik muddatdan keyin boshladik. Xudo xolasa bugungi tadbir biz o'ylagandan ziyoda bo'ladi. Mana shu tadbirga kim nima niyatda kelgan bo'lsa, Alloh niyatlarini ziyodasi bilan bersin. Xush kelibsizlar. Inshaalloh bolajonlarga aytaman, kim bugun ko'p ovqatlanib, xursand bo'lib, o'ynab, kulib, kim yaxshi kayfiyatda o'tiradigan bo'lsa, ketayotganda ularga zo'r sovg'am bor.
har bitta stolga bittadan mas'ul qilingan yigitlar bor. Ana shu bolalar aytasizlar, qizlar, mana shu bola yaxshi ovqat yedi, mana shu bola yaxshi o'tirdi desanglar, ana shu bolajonlarga inshaalloh sovg'a beramiz. Biz bugun sizlarning xizmatkorlarimiz, sizlar uchun xizmatdamiz. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Yana bir karra xush kelibsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Katta rahmat albatta go'zal izhoriy tilaklar va xush kelibsiz aziz mehmonlar degan shirin kalom so'zlariga Saxovat loyihasining asoschisi Bahodirjon Ashurov edi. Qarsangiz sizlar.